Assalomu alaykum aziz birodarlarim, qadrdonlarim, dindoshlarim, mahalladosh, shahardosh, O'zbekistonlilarim. Mana necha kundan beri bu internet, Instagramlarda nimalarni kuzatyapman. Hozir aktualniy bo'lib qo'ygan bitta tema balonli gaz temasi bo'lib qoldi. Hamma shu gaz to'g'risida gapiryapti, gazchilarni so'kiyapti, sha'niga har xil gaplar gapirishyapti. O'shanga hayron bo'lib turibman. Haqiqatda 4 oylab, 5 oylab gaz ololmayotgan ko'p mahallalar bor ekan. Mana bizga ham mana 2 oy bo'lyapti, gaz kelgan yo'q. Bu bechora Go'rgaz xodimlarini, Go'rgazli ishchilarini so'kishdan ko'ra bu tevaga murojaat qilinsa yaxshi bo'larmikin? Bu bechoralar ham nima qilsin? Men Go'rgazda ishlamayman yoki bir Go'rgaz xodimi ham emasman. Shunga hayron bo'layotgan tursalar, u gazchilar tarafini olyapti deb. Bu taraf olishmas, bu haqiqatni gapiraman. Issiqda, saraton bundaqa issiq chillada o'sha yerda turib gaz berarmikin deb bechoralar mashinaning ichida issiqda zavodning ichiga kirib harakat qilib yurishsa, gaz bermasa, biz mana bundaqa ventilyator, konditsioner tagida sovuq joyda o'tirib olib, ularni so'ksak, boshqa qilsak, bu bechoralar nima qilsin, o'zicha qilayotgani yo'q. Vaqtida gazni berib, berib tursa-ku, yetkazib berib tursa, olib kelib tarqatib berishadi. Tanijonlari sog' bo'lsin. Yana ham nima qilishyapti? Mana o'zimda ham gaz qolmadi, gaz balon qolmasdan to'g'risini aytaman. Alloh shohid, bir kun ovqatsiz o'tirdik. Yaxshi bitta qo'shnim kirib, "Ha", dedi, men aytdim, bitta hojat chiqarib, haqiqatda gaz baloni qolmagan ekan, zapasim bor edi. Qo'shniga berdim, ishlatib turdi. Bu qo'shnimda ham zapasi bor ekan. "Ha, gaz balonsiz o'tiribsiz ekan, bir og'iz aytmaysizmi?" deb gaz balonini olib chiqib berdi, zapasni. "Gaz balon olganingizda berarsiz", dedi. Alloh rozi bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Ha, bu borlar beryapti, yo'qlar haqiqatda qiynalinyapti, hamma qiynalyapti. Lekin gaz, Go'rgazli xodimlari, Raygazli xodimlari, ularning qo'lida emas, azizlarim. Tevadan yetkazib bera olmayapti. Bu issiq kunda gaz berish ham bir xavfli ekan. Gazni damlash, portlash natijasiga kelib qolish, portlash xavfi bor ekan. Ulardan bizga xabarimiz yo'q, deb gapiraveramiz u. Lekin tevadagilarga insof bersin, duo qilaylik iloyim. Tanijonlar sog' bo'lsin, shu insonlarni ham issiq demay, sovuq demay yetkazib berishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Tevada boshliqlarimiz ham sal o'ylab, bizni xalqni o'ylab harakat qilib shu gazni vaqtida yetkazib beringlar. Haqiqatda qiynalib ketdi xalq. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni ham duo qilamiz. Hurmatli prezidentimiz hammaga yengillik bo'lsin, boshqa bo'lsin deb harakat qilyaptilar. Unaqa qilib prezidentimizni sha'niga yomon gaplar gapirtirib, bu kishini yuzini shubut qilib qo'ymanglar, tevada o'tirgan birodarlar. Sarmidek ko'tlaringni ko'tarib, sal avtoga chiqinglar, jicha harakatlaringni qilib, xalqqa gazni vaqtida yetkazib beringlar. Ana shu bechora Raygaz, Go'rgazli bolalari sizlarning orqalaringdan so'kich, dakka eshitib yurmasin. Tanijonlaring sog' bo'lgunlar. Qachongacha bu bechoralarga gapirib so'kiladi? Insof bersin iloyim sizlarga. Nima qilmanglar endi? Bu bag'i botirib olyapsizlar. Yetar endi, bu xalqqa ham hasratga tushib bir yuringlar. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, bir ko'chalarga kiringlar. Nima yetishmayapti? Gazlaring qancha qoldi? Nima bo'ldi? Hech bo'lmasa bir oyda berib turinglar gazni, bu yetkazib bersin bu bechoralarga. Qoning qaynab ketar ekan. Ularni ko'rib hayron qolib qo'rqib ketyapman-da.
4 oy 5 oy ham olmaydimi bechoralar. Puli bo'lsa ekan borib ko'chadan ham qamab kelaveradi. Puli yo'q bo'lsa nima qilsin bechora? Elektrda qaynatib, elektrda ovqat qilayotsa, limitlari gupir bo'layotgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lgunlar. Qattiqroq gapirib yuborgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. Birontasiga tegib ketgan bo'lsa, sal harakatini qilar degan gap deb endi jicha qo'pollik qilib qo'ydim. Mayli tanijonlar ham sog' bo'lsin, sizlarni ham duo qilamiz, Ilohim insof bersin. Bu so'kish, qarg'ish bilan ish bitmaydi. Duo qilaveraylik, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qattiq gapirgan bo'lsam uzr. Sizlar bilan shu katta olaring. Chiroyli negativlar yozasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda chiroyli gaplashib, chiroyli to'ylar qilib, to'ylarda uchrashib, yuzimizga ashi tushganda bir-birimizni ko'rib xursand bo'lib quvonaylik. Alloh yana bir bor rozi bo'lsin.